Özellikle kitaphaneye bağlı elimden de şu ket uyusa yazıldı. Hem üniversite bitti. Ana şu olan romantika film ne keresete barakat işledim. Hul kadrin, hul berdin bilgen, birekler tuğan til kadrin, tuğan til berdin bilgen kişi bir basanda yoğalıp kalmayasa. Türlü yaptan, her biri özünden matırlığın için hep yatırışta bulunuydu videolarında. Значит, что я хочу сказать? Вот этот конкурс «Юный журналист» нам очень-очень нравится, потому что можно показать себя, можно сказать, со всех сторон, можно показать свой район, можно показать здесь свои достижения. И дети вот с удовольствием у нас участвуют. Сыйлықта бұл еркелер тапшыруы журналды яқар үстін біз мақсус рәуіште Ғафури районына бардық. İki muzeyga bir yo'la tushirgan turadi. Balalar o'zlari tanishib әзерләнделәр. Sizga Bashqortostondan Konya'dan, Sivay qalandan, Gülü'den hayır selamlarını da alıp geldik. Siz qatnashuvchilarni va ularning yetakchilarini naqana qanotlantiran, maktab o'quvchilari, sinfda yoki ko'plar jurnalist bo'lib ketdilar. Studentlar orasida agar ular o'zlari o'qituvchilar mayda ekan, ular zo'r tajriba to'plamlari ortadan kelajakda ular yetakchi bo'lib bunday konkurslarda qatnashadilar. Balki bakalavriatda o'qituvchilar balki o'zlarining magistraturada jurnalistika yo'lini hayratda kelgan shaxsda qoladi. Chunki mutlaq jurnalist bo'lish uchun mutlaq jurnalistika fakultetini tamomlagan kerak, shu kerak. Mana hali futbolda boshqa jurnalistikaning kelajagi qarorotida yo'q. Boshqa jurnalistika bitmaysa, bo'lmaysa, nima uchun? Chunki bizning mana bugungi uyushtiruvchilarga deydi, ham davlat bizning matbuotimiz her bir rayonda, her bir kanalda bizim ülkemizde matbuatlar ile Respublika matbuatı. Bir anda bu matbuatları sırrati yeşil, kurulati yeşil.